Majburiy ijro byurosi Uchko'prik tuman bo'limi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda yer mulk soliqlarini undirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Aynan soliq qarzlarini o'z vaqtida bartaraf etishga qaratilgan maxsus tadbir davomida avvalroq bir necha bor ogohlantirilgan bo'lsa-da, belgilangan soliq to'lovlarini turli sabablar bilan to'lamay kelayotgan fuqarolarning yashash manzillari, ish joylariga borgan holda qat'iy o'rganishlar olib borildi. Olganimdan beri bitta sezon, 2 oy sezon bo'ladi xolos. 2 oyda ichida qancha pul topamiz? 30 million, 40 million pul topamiz. O'shanga qarzdorligimiz ko'payib ketyapti. Kelib ogohlantirishda pul olamiz. Xodimlarning takror tushuntirish ishlari, ogohlantirish xatlaridan so'ng ham yer mulk soliqlarini to'lamay kelayotgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan esa majburiy ijro harakatlari olib borilib, MIP portal dasturi orqali ularning nomida bo'lgan ko'chmas mulk, avtotransport vositalari aniqlanib, qarzdorlikni qoplash uchun xatlov ishlari amalga oshirildi. Majburiy ijro byurosi Uchko'prik tuman bo'limi tomonidan olib borilgan ijro harakatlari davomida oy yakuniga ko'ra 1864 ta qarzdorlardan 19 milliard 700 million so'mlik soliq qarzdorligi undirildi. Belgilangan muddatda ijro talablarini bajarmagan qarzdorlarning mol-mulklari xatlanib, onlayn auksion savdosiga chiqarish yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Shuningdek, qarzdorlarga soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish har bir insoniy fuqarolik burchi ekanligi, qarzni to'lashdan bo'yin tovlash esa mol-mulkka nisbatan majburiy choralar qo'llanishiga sabab bo'lishi alohida tushuntirildi. Jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan mol-mulk va yer soliqlarini o'z muddatida to'lamaganligi sababli ushbu subyektlarga tegishli bino inshootlari, yer maydonlari auksionga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Ma'lumot o'rnida ayni jarayonlar hamkorlikda Farg'ona viloyatining barcha hududlarida davom etmoqda.